Davom etamiz. Ana endi navbat super janglarga. Referilaringi Farruh Tojiboyev, добро пожаловать. Yon hakamlar bokovой судьи Avazbek Yakubov, Ilyos Yuldashev va Izzat Ikromov. 55 kg vazn toifasi. Birinchi bo'lib ko'k burchakka Senegal приглашается Andijon bog'i Shamol vakili Abduqodir Madamidov. Raqiba Andijon Karnaychi Xo'jobod vakili Abdulmutalib Habibullayev chaqiriladi. Abdulmutalib Habibullayev, olqishlarni eshitdingiz. Machara uning taqallusi. Andijon Xo'jobod mahalliy boksing qizig'i. Abduqodir Madaminov bitta jang o'tkazgan, g'alaba qozongan nokaut bilan. Habibullayev ancha tajribaliroq, 8 ta jang, 6 ta g'alaba, 2 ta mag'lubiyat, 5 tasini muddatdan avval yakuniga yetkazgan. Ya'ni u ham aslida pancha. Boshlandi. 55 kg vazn toifasi. Официальное представление боксеров. Первый боксер Senegal ko'k burchakda. Bokserning yoshi 20 da, bo'yi 170 см, вазны 55 кг. Он кандидат мастера спорта по боксу, представляет школу бокса Andijon bog'i Shamol. Chikko Abduqodir Madamidov. Представляю к вашему вниманию его соперников в красном углу ринга. Qizil burchakda bokschining yoshi 22 da, bo'yi 165 см, вазны 55 кг. Он мастер спорта по боксу, представляет школу бокса Andijon Karnaychi Xo'jobod. Machara Abdulmutalib Habibullayev. Jang boshlandi. Albatta muxlislar hozir ikki hissa, ha? Asli olganda bog'i Shamol ham uzoq emas, bu yerga qo'shni, yaqin joy. Har bir harakat, har bir
Albatta baholanadi muxlislar tomonidan. Yengil vazn, tezkor boks kutib qolamiz. Temp yuqori bo'lishi kerak. O'ng qo'l cross yomon emas. Ammo bu boshlanishi. Bu hali boshlanishi jangni. O'ng qo'l cross. Taqib etyapti, ring markazini egallab olgan. Mana bunday ba'zida faollashsa albatta muxlislarga xush yoqyapti. Bir ikki to'ning aniq harakati. Tajribali sezilib turibdi baribir. Machara taxallusuning Abdumuttalib Habibullayev. Ikkilik zarbasi o'tdi. Bu tajribali, sekin asta mana shunday xatti-harakatlarni amalga oshiradi. Odatda tajribali bokschilar. Ko'rmadim. Hozir o'tdimi, o'tmadimi zarba. Chap qo'l yon taraflama zarba. O'ng qo'l, chap qo'l zarbasi. Clinch. Endi albatta Zarifjon Sultonov hamda Doston Mamsoliyev yoki Humoyun Mirzo va Muhammad Rasul o'rtasidagi jangdan so'ng bu baribir o'ziga xos bo'ladi. Ammo baribir sezilyapti Abdumuttalib. Bosqichma-bosqich, qadam-qadam hozir raqibini o'qiyapti. Va tarozi parasini to'liq o'z tomoniga og'dirishga muvaffaq bo'lmoqda. İkinci raund. Shiddat bilan boshlanib ketdi. Muxlislar hayqiriq bilan, anonserning qistovi bilan ikkala bokschi mana bu o'yinda baribir yutib chiqyapti. O'yinda o'ziga hozir o'yin bo'lib o'tmoqda. Vay, jigarga o'tyapti zarba. O'ng qo'l, chap qo'l zarba. Tutyapti yana. O'ng qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba. Aperkot qoringa, o'ng qo'l boshga. Va bo'ldi, jang yakuniga yetmoqda. Jang yakuniga yetmoqda. Ochiq aytib o'tamiz. Yaxshi bokschi ko'rinib turibdi Abduqodir Madaminov, lekin Habibullayev boshqa darajada ekan. Ochig'i, umuman
boshqa ligadagi bokschi ekan. Bosqichma-bosqich umuman shoshib kelmayapti. Har bir harakati uning ham o'lchamli. Har bir o'sha qadam tashlashi, kombinatsiya amalga oshirishi, barchasi o'lchamli ekan. Habibullayevda. Uning yaqinida amakisi Baxtiyorjon Qobulovni ko'ryapmiz. Sobiq sportchi u ham. Bokschilar taqdirlash uchun ringga Xo'jobod tumani hokimi Bozorboyev Jamshidbek Rafiqjonovich chaqiriladi. Birinchi super jangning natijasi texnik nokaut bilan g'alabaga erishdi. Победу техническим нокаутом одержал Abdijon Karnaychi Xo'jobod Machala Abdulmutalib Habibullayev. Bugün Xo'jobodda 3 ta farzand turishdi. Uchalasi ham g'alaba qozondi. Bu narsani viloyat hokimimiz eshitsa juda ham xursand bo'ladi. Chunki Xo'jobodda farzandi g'olib bo'lishini bilganimiz uchun tashkillashtirdik. Iloyim bu bolalar dunyoda O'zbekistonning bayrog'ini yanada yuqori ko'tarib tiladoshimiz. Sog' bo'linglar, rahmat. Endi hokimlar, menda ham bitta gapim bor. 3 ta Xo'jobod farzandi g'alabaga erishdi. Bonus bormi, yo'qmi? bonusda eng kattasi. Muhtaram yurtboshimiz mana shunday sharoit yaratib berganligi uchun eng birinchi o'rinda katta rahmat. Chunki Xo'jobodda kutilmagan bunaqa narsa bo'lishligi. Viloyat hokimimizga katta rahmat. Men shunaqa demoqchimanki, ertaga Xo'jobod xalqi ko'radi. Xudo xolasa uchala farzandni nima yutuqqa erishganini. Takroriy lavhalar do'stlar.